Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi studiyada Nigora Karimboyeva barchangizga sihat salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugun biz jigar sirrozi xastaligi haqida suhbatlashamiz. Ma'lumotlarga qaraganda sirrozga chalingan bemorlarning 82% kasallikni kech payqashadi. Biz profilaktik ko'riklarga chorlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va kasallik haqida ma'lumotlar berib borish orqali bu ko'rsatkichni kamaytirishga o'z hissamizni qo'shish niyatidamiz. Jigar sirrozi haqida suhbatlashish uchun poytaxtimizdagi Family Doctors M xususiy klinikasini malakali shifokorlarni jamoasini taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Marhamat, o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Rahmat. Demak, dasturimizda ishtirok etayotgan mutaxassislar bilan tanishtiramiz. Muhayyo Asilova, klinika rahbari, tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor gepatolog. Shohida Abdumajidova, tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor gepatolog, pediatr. Kamola Yusupova, oliy toifali shifokor endokrinolog. Javohir Mirzo Abdurahmonov, ultratovush diagnostikasi shifokori. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda va men birinchi suhbatdoshimni sizlarga tanishtirib o'taman. Tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor gepatolog Muhayyo Asilova. Muhayyo Bayevna, yana bir bor xush kelibsiz. Sizni mana shu studiyada ko'rganimdan bag'oyatda xursandman, chunki bizga kelayotgan maktublar orasida aynan sirroz haqida savol berganlari juda ham ko'p. Keling, suhbatimizni boshida bu qanday xastalik, bunga nimalar sabab bo'lishi haqida yana bir bor eslatib o'tsak. Rahmat savolingiz uchun. Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Chunki bizani ham aynan doktorlarga murojaat qilganligida o'zi sirrozni bilmagan holda kelishadida, kelgandan keyin biz o'sha fibroskanda ko'rganimizda uni sirrozligini birinchi marotaba aniqlaymiz. O'shangacha o'zligi umuman xayollariga ham kelmagan ularda sirroz borligini. Sirroz o'zi bu nima? Sirroz asosan bu yerda jigar to'qmasini parchalanib, yallig'lanishi, boshlanishi o'sha sirroz deyiladi. Sirroz albatta o'zi bosqichlari bor. Birinchi bosqichi, ikkinchi bosqichi va uchinchi bosqich. Albatta buni qanaqa farqlanishi mumkin desangiz, birinchi bosqichda ko'pchilik klinik belgilarini umuman e'tibor bermaydi, chunki aniq bir belgisi namoyon bo'la olmaydi, bo'lmaydi. Faqat uni shu shifokorga murojaat qilib, kelib ko'rganda unda ozgina bilirubinni oshganini yoki bo'lmasa haligi qonda, umumiy qonda trombositlarni tusha borishini, tushayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jigarni birinchi bosqichida bo'ladi. Klinik belgilari aniq ko'rmasligi yo bo'lmasa e'tibor bermasligi mumkin. Ikkinchi bosqichga borganda klinik belgilar asta-sekin rivojlana boshlaydi. Nima uchun? Chunki o'tda jigarni parchalanishi ko'paya boshlaydi. Jigar bu, bilasiz, organizmda filtr vazifasini bajaradi. U juda katta, eng katta hazm qilish organiga kiradi. O'shaning uchun asta-sekinlik bilan qorinda dam bo'lishi, lohaslik, kuchsizlik, tez toliqib qolishlik, sochni to'kilishi, ichib ketishlar namoyon bo'ladi. Mana bu fazada o'sha kasallar murojaat qila boshlaydi. Bu fazada albatta fibroskanda o'sha ancha o'zgarish bo'la boshlaydi. Qarang, mana hozir bosqichlarini aytib o'tyapmiz, hattoki slaydlarda ham ko'ryapmiz. Aytingchi, o'zi aslida mana shu sirrozga olib keluvchi sabablar nimalardan iborat? Chunki har bitta kasallikni baribir turtkisi bo'ladi-da. Mana bilmaydi insonlar, shunchaki masalan umumiy qon tahlilini qaysidir shifokor topshirib ko'ring deganda chiqib kelishi mumkin yoki qayergadir bolnitsaga yotganda ayta-ayta topshirib qo'yaylik deyshadi-da, odamlar bilib qoladi. Keyin gepatologga murojaat qiladi. Lekin nimadir turtki bo'ladi-yu shu kasallikka. Albatta. Sabablarini biz hozir aytib o'taman. Bu birinchi sabablaridan ko'proq masalan spirtli ichimlik ichadigan odamlarda ham sirrozni kelishi juda ham
yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu bizga alkogolin gepatit deyiladi. Bundan tashqari juda ham ko'p antibiotiklar, palaparsh antibiotiklar oladigan, tez shamollaydiganlarda ular ham bizada bo'lishi mumkin, jigarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari yana biza toksik deymiz, ya'ni har xil boshqa demak ish faoliyati bilan bog'liq. Ish faoliyatida zaharli moddalar bilan, har xil kimikatlar bilan ishlaydigan odamlarda ham jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Viruslarchi? Va albatta oxirida endi albatta buni to'xtamasdan iloji yo'q va ko'pincha murojaat qilganlar orasida bu viruslar bo'ladi. Nigoraxon, bilasizmi, juda ham qiziq, даже ular o'zligi bilmaydi o'sha virus borligini. Biz o'sha sirrozini topganimizda, aniqlaganimizda, shu bizada ekspress testi bor, 15 minutda aniqlaydigan, qaraganimizda ularda virus chiqa boshlaydi. Virus, voy, menda virus yo'q edi umuman deyishadi. Chunki virus ham bilasiz, srazi namoyon bo'lmaydi. Uni atipichniy, ya'ni sarg'siz formasida shamollagandek o'tib ketadi o'tkir periodda, keyinchalik yillar davomida 8 yil, 9 yil, 10 yil, ayrim holatlar undan ham yuqori vaqtlar o'tadi, o'shandagina sirrozini ko'rishimiz mumkin. Demak, viruslar deganda biz gepatitlarni gapiryapmiz. Gepatit B turi, gepatit C turi, ayniqsa B ga D qo'shilganda D turlari, bu ayniqsa hozirgi paytda ko'proq bizada shu tibbiyot xodimlar orasida D ni davolash, ya'ni sirrozga o'tganda murakkablashib ketishini, shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Chunki D virusi u qobiqsiz virus. U albatta faqat kimda B bo'lsa, o'shani ustida o'tiradi va uni qobig'ida egallab oladida, xuddi uyiga xo'jayini bo'lib oladi. Shunaqa qo'pol qilib tushuntirganda. Va uni juda jadal ravishda jigar to'qmasini parchalay boshlaydi. Jigar to'qmasini shunchalik parchalaydiki, u haligi sog'lom to'qmasi qolmasligi mumkin. Va u nima bo'ladi? Sog'lom to'qmasi qolmagandan keyin uni ish vazifasini bajarmaydi jigar. Ya'ni o'tda biz bilamiz, jigar eng katta hazm qilish organida modda almashuv 5 ta funksiyalarni bajaradi. Birortasi ham bajarilmagandan keyin, ya'ni jigarda chandiq hosil bo'lgandan keyin oxiri nimaga olib boriladi? Albatta transplantatsiyaga. Ha, bu juda ham qiyin jarayonlardan biri, to'g'ri aytdingiz. Mana viruslar deyapmiz va ular yaqqol namoyon bo'lmasligi haqida ko'p eshitganmiz, ko'p ko'rganmiz. Ana shu viruslardan inson o'zini ya'ni xalos emas, o'sha virusni yuqtirmasligi uchun inson bilish kerak, qayerda va qay harakatlar qilganda ana shu virus yuqishi mumkin. Keling, shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsak, inson nimalarga ahamiyat berish kerak yuqtirmaslik uchun? Avvalambor mana shu gepatit B ni, C ni va D turlari bu 3 ta yo'l orqali, ya'ni boladan onaga muloja qilganda o'tadi va undan keyin har xil ayniqsa muloja ukol orqali, har xil shunaqa deb orqali o'tiladi, u havo tomchi orqali o'tilmaydi. Demak, qondan qonga o'tadi. Qonga tushishi kerak, albatta. Qonga tushishi kerak. Endi tug'ish paytida ham deb o'tib ketmoqchiman. Tug'ish paytida asosan o'tilish, yuqishi, onadan bolaga yuqish juda kam bo'ladi. Chunki bizani tibbiyot xodimlari har doim homila paytidan oldin, keyin ham har doim tekshirib boriladi. Lekin o'shanda agarda uni slizistasi, nima deydi, shilliq qavat ozgina yaralangan, shilingan bo'lsa, unda qonga, ona qoni bilan bola qoni to'qnashganda unda o'tish mumkin. Keyin oxirgisi bu jinsiy yo'l bilan ham o'tish mumkin. Chunki hozir biz manikyur pedikurga boramiz, stomatologlarga qatnaymiz va agarda inson o'zini ishonchli mutaxassis qo'liga topshirmasa, menimcha o'sha vaqtda ham virusni yuqtirishi mumkin, to'g'rimi? Demak, bu narsaga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Hozir ko'pchilik mana manikyur pedikurlarga borganda iloji boricha o'zini shaxsiy instrumentlarini olib borish, yo bo'lmasa o'sha borgan joyida o'zi juda ham o'sha ishonchli bo'lishi kerak, yo bo'lmasa ko'zini oldida instrumentlarni ochsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, sterilizatsiyadan o'tgan bo'lishi o'tsangiz juda ham birinchi o'rinda turadi. O'sha sterilizatsiya
instrumentlarni обязательно albatta birinchi o'chirda o'sha zararsizlantirish kerak. Dori vositalarini haddan tashqari iste'mol qilish bu ham sirrozga olib kelishi mumkinmi? Albatta. Yuqorida aytdingiz antibiotiklar deb. Antibiotiklar. Bilasizmi, Nigoraxon, men bir xilda hayron qolaman. Ko'pchilik doktorga murojaat qilmasdan bolasiga o'zi ham "Sani qanaqa tuzalding?" desa, "Mana shu dorilarni ichdim" desa, xuddi o'shani qaytaradi. Xuddi shunaqa qilib o'zi davolaydi. O'sha o'zi dori nima? Antibiotikmi? Gepatoprotektormi? Yo boshqa dori naqami? Uni даже bilmaydi, umuman bilmaydi hamda, ma'lumoti yo'q, lekin qabul qila boshlaydi. O'sha bir marta ichadi, 2 marta ichadi, palapartish. Avvalambor o'sha antibiotikka rezistentность hosil bo'ladi. Ya'ni keyingi safar palapartish ichganni o'zida o'sha antibiotik ta'sir qilmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan, keraksiz narsani ichgandan keyin o'tda gribok deydi, ya'ni haligi zamburug'lar ko'paya boshlaydi va shu bilan birga uni immuniy sistemasini ham tushiradi va oxirida juda ham uni ko'proq ichgandan keyin unda sirrozgacha olib kelish ehtimollari bor. Demak, chunki xalqimiz ichida gap yuradida, sog'lom odam, ya'ni kim o'sha ichmaydigan, chekmaydigan, yomon odatlari yo'q inson, o'zini ehtiyot qilib yurgan inson sirrozga uchramaydi deydi. Demak, mana shunday yo'li ham bor ekan, chunki dorilarni palapartish iste'mol qilish bu bizga tekkan kasal. Sal shamollasak ham o'zimiz nimani topsak shuni ichib ketaveramiz. Yana Nigoraxon, yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bu yerda nafaqat o'sha to'ppa-to'g'ri aytdingiz, men ichmayman, hech qanaqa viruslarim yo'q, dorini ham to'g'ri ichaman. Nimaga menda sirroz deb qolishadi. O'shanda o'sha paytda biz aytishimiz mumkinki, bu yerda uni to'g'ri ovqatlanish. Ya'ni bizada o'sha biza o'z vaqtida yog', uglevod va belok, uglevod, jir uchalasi birga, bir nisbatan hammasi bo'lishi kerak, lekin biza iste'mol qilayotgan narsani ichida kerakli oqsil moddalarini, kerakli sabzavotlarni o'z vaqtida kerakli miqdorda yeyilmaydi. O'sha sifatdan ham o'sha noto'g'ri ovqatlanish hisobidan ham har xil kasalliklarga, ya'ni yog'li gepatozlarga va shu qatorda haligi sirrozgacha olib kelish ehtimoli bo'ladi. Qarang, sirrozlarni ham mana hozir biz hisobladik, boshlang'ich davri, o'rta davri haqida gapirdik. Lekin sirrozdan farqli bo'ladimi? Masalan, dori vositasidan, virusdan, alkogoldan kelib chiqqan sirroz farqlanadimi bir-biridan? Endi qarang, bu savolga mana shunaqa javob, как men endi 38 yildan beri ishlayapman, nafaqat teorik va praktik hisobda ham etib ketmoqchiman. Agarda shu fibroskanni ko'rsangiz, uni shuna ko'rasizda, jigarni chandig'ini darajasini aytasiz, uni aytasiz. Lekin siz qaysindan, siz virusdan bo'lganmisiz, alkogoldan bo'lganmisiz, yo modda almashuvingiz buzilgani hisobidan bo'lgani, uni unda aytib bo'lmaydi. Lekin o'shani laboratoriyalarni nima uchun biz tahlilni yana chuqurlashtiraylik deymiz. O'shani aniq sababini bilamiz. Chunki virus bo'lsa, biz boshqacha lecheniya, umuman boshqacha davolanadi. Uni albatta virusga qarshi davolanadi. Agarda uni boshqa ovqatlanishdan yo bo'lmasa toksik hisobidan, ya'ni zaharlanish hisobidan bo'lsa, uni umuman boshqa yo'l bilan davolanish shart. Albatta o'shaning uchun biz nafaqat bitta ko'rinishda yo bo'lmasa uzida, fibroskanda etishi mumkin. Uni faqat yana laborator tahlillari bilan birga jamlagan holda tahlil qilganda uni aniq etish mumkin. Даже shunaqa bo'ladiki, o'sha birinchi marta boshida aytib ketdim, o'zi bilmaydi murojaat qilganda sirroz chiqadi deb. Albatta sirrozni boshlang'ich, ya'ni klass A deyiladi, bunda qaytarish mumkin. Nima uchun? Chunki jigarni to'qmasida sog'lom to'qmalari bo'ladi. Biza tajribada shunday ko'rganmizki, gepatit C'da klass B deyiladi. Ya'ni ularda qornida, qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilib, toqora talo ishib ketgan paytlarda ham jigar to'qmasida sog'lom to'qma qolgani uchun faqat bitta narsa, gepatit C'da. Gepatit C'da biz umuman o'sha birinchi klass A'siga qaytadi, surunkali gepatitga o'tadi va asta sekinlik bilan uni jigarni tiklanayotganini
tajribada ko'rdik va ko'rib kelyapmiz. Buxayoboyevni hozir bilasizmi nechta odamga umid berdingiz? Chunki bu diagnozni eshitgan insonlar avvalo qo'rqadi-da. Bu masalan hattoki meni nazdimda bir onkologiyaga teng xastalik, meni nazdimda. Lekin hozir siz bizni ko'rib turgan insonlarga umid beryapsiz. Agarda gepatit C bo'lsa, vaqtida shifokorga murojaat qilinsa, vaqtida bilsa, demak orqaga qaytarsa bo'ladi. Yuqorida belgilar haqida gapirdingiz, ya'ni o'sha soch to'kilishi, odamdagi charchoq, ishtahasizlik. Keling, hozir mana shu belgilarga yana bir bor to'xtalib o'tsak, inson o'zida qanday belgilarni his qilishi bilan yugurib borib gepatologga borish kerak? O'zi Nigoraxon bitta narsada, butun dunyoda check-up degan, ya'ni dispanser ko'ruvi bor. Odam o'zini yaxshi ko'rib, bo'lmaganda o'zi 6 oyda bir marta, bo'lmaganda 1 yilda bir marta dispanser ko'ruviga o'tish kerak. To'g'ri. Bir marta. Nima uchun buni aytib ketyapman? Men yuqorida aytdim. Birinchi bosqichida ko'pchilik ahamiyat bermaydi. Uni o'zini holsizligini ham bir pas dam oladi-da, ertalab yana turib ketaveradi. Ha, bu charchagan ekanman, kecha ko'proq ishlagan ekanman, o'shani hisobidan deb o'ylaydi. Unaqa juda ham yaqqol klinikasi bo'lmagani uchun o'zida sezmaydi. Uni faqat o'sha murojaat qilganda, o'sha fibroskanda, UZIda va laborator tahlilida ko'rishimiz mumkin. O'sha trombositlarni pasayib borishi o'zida, keyin undan tashqari mana ikkinchi bosqichida o'sha kasal bila boshlaydi. Haligi bitta dam olib tursa ham, yana tursa, yana charchoq. Постоянно har doim charchog'ini ketmayotganligini biladi. U o'sha ikkinchi bosqichiga o'tganda, ya'ni o'sha terida sarg'iyish boshlaganda, qorni dam bo'lib, milklari qonab, burni qonab, lohasligi juda ham chuqurlashib ketgandagina u shifokorga murojaat qiladi. Albatta, bungacha borish kerak emas. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Family Doctors M klinikasi bugungi kunda respublikamizdagi yetakchi oilaviy klinikalardan biri hisoblanadi. Xorijdan keltirilgan yuqori sifatli texnologiyalar orqali har bir bemorga aniq va sifatli tashxislar qo'yilib, o'z vaqtida davo choralari ko'riladi. Shuningdek, klinikamizda siz malakali urolog, ginekolog, endokrinolog, gastroenterolog, gepatolog, nevropatolog, kardiolog, kosmetolog hamda pediatrlarimizdan foydali maslahatlar olgan holda o'z kasalliklaringizga shifo topasiz. Urologik, ginekologik va umumiy jarrohlik amaliyotlari esa yuqori malakali jarrohlarimiz tomonidan amalga oshiriladi. Shifoxonamizda kasalliklarni davolashda fizioterapiya usullaridan ham foydalaniladi. Klinikamizda tashkil etilgan statsionar davolash xizmatlarida bemorlarimiz uchun yetarli barcha shart-sharoitlar mavjud. Sizlarni klinikamizda kutib qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi davom etadi va yana bir mutaxassisimizni tanishtirib o'taman. Tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor, gepatolog, pediatr Shohida Abdumajidova. Assalomu alaykum Shohida opa, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Sizdan hozir juda bir shaxsan men uchun og'irroq savol bilan murojaat qilmoqchiman, chunki aslini olganda men yosh bolalarda sirroz bo'lmaydi deb o'ylardim. Ko'rsatuvga tayyorgarlik jarayonida bildimki, demak, bolajonlarda ham bu xastalik uchraydi. Uni sababi nima? Jigar sirrozini asosida o'zi biriktiruvchi jigardagi biriktiruvchi to'qimani sintezini ko'payib ketishi natijasida fibroz o'choqlarning paydo bo'lishi va jigarning ichki gemodinamikasini o'zgarishi sabab bo'ladi. Jigar sirrozini bolalarda kelib chiqish sababi juda ko'p, ya'ni polietiologik hisoblanadi. Shulardan biri, masalan, agarda ona homiladorlik vaqtida virusli yoki bakterial infeksiyalar bo'lsa, bunda bolaga homilaga antinatal yo'l bilan infeksiya o'tishi natijasida jigar sirrozi kelib chiqadi. Bu jigar
jigar sirrozini qanchalik shakllanganligi ko'proq virusni qaysi vaqtda tushganligi va uni davomiyligi qanchalik ko'pligiga bog'liq bo'ladi. Bunday hollarda ko'pincha sitomegalovirus ko'proq sabab bo'ladi. Bunda faqatgina jigar emas, boshqa organlarda, ayniqsa miyada, ko'zda, boshqa organlarda ham shikastlanish kuzatiladi. Bola tug'ilganda bola juda nimjon, sekin yig'laydi, yaxshi emmaydi, emganini ko'pincha qayt qiladi. Bundan tashqari bolani terisidagi sariqlik o'zi fiziologik sariqlik bo'ladi bolalarda. Vaqtida tug'ilgan bolalarda 50%, 60% foizida bo'lsa, u 10 kun, 12 kun davomida o'tib ketadi. Chala tug'ilgan bolalarda esa bu 21 kun, 25 kungacha davom etishi mumkin va chala tug'ilgan bolalarni 80%da kuzatiladi. Shu fiziologik sariqlik esa bunday bolalarda, ya'ni to'rtchi infeksiya bilan tug'ilgan bolalarda kuchli bo'ladi, kundan kunga ortib boradi va bola qusishi, rangini sarg'ayishidan tashqari tug'ilganning o'zidayoq chaqaloqlarda jigar va talog'i kattalashgan bo'ladi. Bunday paytda jigar sirrozini tashxishi chaqaloq 1 oydan to 3 oygacha bo'lgan vaqtda tashxislanadi. Shunday diagnoz qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, asosiy tashxis bolalarda aynan shu paytda qo'yiladi. Keyinchalik paydo bo'ladigan sirroz ham bormi yoki faqat shu paytda shakllanadimi? Kechir. Sirrozni o'zi mana hozir aytib o'tganimizdek, buni polietiologik, buni kelib chiqish sabablari juda ko'p. Bu faqat bitta faktor bo'lsa, bundan tashqari irsiy kasalliklar, modda almashinuvini irsiy buzilishi natijasida, masalan, Wilson kasalligini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bunda mis almashinishini buzilishi hisobiga bolada jigar sirrozi shakllanishi kuzatiladi. Bunda sirroplazmin qonda kamayib ketadi va siydik bilan birga simisi ajralishi ko'payib ketadi. Bolani ahvoli ancha og'ir bo'ladi. Asosan bu kasallik bola 7 yoshga to'lgandan keyin tashxislanadi. Ungacha bolani umuman ko'rganingizda, masalan, normal tug'ilgan bo'ladi, hech qanaqa shikoyati bo'lmaydi, aktiv bo'ladi, hattoki aqliy rivojlanish ham normalniy bo'ladi. To есть normada bo'ladi. Keyinchalik esa 7 yoshdan keyin sekin bo'ladi, masalan, ham sekin belgilari ko'rina boshlaydi. Mana hozir slaydda ham ko'ryapmiz, o'sha o'ng tarafini ushlab turibdi qizaloq. Demak, misol uchun o'zim ham eslayman-da, kichkinaligimda sinfdoshim bo'lardi, sal ko'proq harakat qilsa ham shu yerini ushlayverardi. Ya'ni qanaqadir og'riqlar bo'lardi. Endi kasallikni endi bilasizmi, bu qanaqa bolalarda ham kasallik bosqichlari xuddi shunaqa kattalarga o'xshab, birinchi bosqichi, ikkinchi, uchinchi bosqichi yoki boshlanish davri, shakllangan davri va terminal davri farqlanadi. Kasallikni boshlanishida, masalan, bola tez-tez shamollashi mumkin, keyin yotoqchilab, ishtahasini bo'lmasligi mumkin, keyin ba'zi bir bolalarda bosh og'rig'i kuzatiladi yoki o'ng qovurg'a ostida tez o'tib ketadigan yengil og'riqlar bo'ladi. Shakllangan davrida esa bolada endi kasallikni asosiy patognomik belgisi bo'lgan palmar eritema, ya'ni kaftlarning qizarishi, yuzida kapillyar to'r bo'lishi, bundan tashqari qornida vena tomirlarini ko'rinishi namoyon bo'ladi. Endi nimani uchinchi, bunda biz laboratoriya tekshirishlar o'tkazganimizda bolada sitoliz kuchli bo'ladi, virus replikatsiyasi juda yuqori bo'ladi va instrumental tekshirishda, ya'ni fibroskanda va ultratovush apparatida ko'rganimizda jigarga xos bo'lgan o'zgarishlar kuzatiladi. Endi shakllangan davriga esa bolada bunda burundan qon oqishi, milklarni qonashi, bundan tashqari sarg'ayish juda ham kuchayib ketgan bo'ladi. Jigari
kattalashgan, talog'i hatto kindik sohasigacha kattalashgan bo'lishi mumkin va qattiqlashadi. Demak, kattalarnikidan unchalik farq qilmaydi. Xuddi shunday jarayon bo'ladi. Xuddi shu jarayon bo'ladi. Lekin bu yerda bitta narsani aytib o'tish kerakki, bolalarda ko'pincha klinik belgilarning hosil bo'lishi kattalardan farq qilib, klinik belgilar morfologik o'zgarishlarga nisbatan biroz orqada yuradi. Oldin morfologik o'zgarishlar bo'ladi, keyinchalik esa klinik belgilari paydo bo'ladi. Terminal davriga endi 3-bosqichini ko'radigan bo'lsak, bu paytda o'sha oldingi davrda bo'lgan, bosqichda bo'lgan simptomlar juda ham kuchayib ketadi. Bolani terisi sariqdan ham yana kuchli yashil sariqda bo'lishi mumkin. Ko'zlarida yaqqol sariqlik kuzatiladi, terisi qichishadi, qornida suyuqlik yig'ilishi hisobiga assid namoyon bo'ladi. Bolani o'zini tekshirgan o'zida bola hatto ozgina yursa ham hansirab qoladigan, ovqat hazm qila olmaydi, ozgina ovqat yesa ham to'yib qoladi yoki o'sha qabul qilgan ovqatini hazm qila olmaydi. Qanaqadir o'zida noqulaylik, diskomfort sezadi. O'sha 2-bosqichda yoki 1-bosqichda tezda o'tib ketadigan og'riqlar endi kuchli bo'lib, o'ng qo'ng'iroq ostida kuchli og'riqlar kuzatiladi. Bunda asosan tag'in laborator ko'rsatkichlarga ko'rganimizda sitolizi yana ham kuchayganligini, virus replikatsiyasini ham oshganligini va fibroz darajasi yana ham yuqoriligini ko'ramiz. Hozir men ota-onalarga yuzlanmoqchiman, chunki yuqorida birinchi belgilarni aytganlarida charchoqni, bolalarni yotoqchilashini, bolalardagi bosh og'riqni aytib o'tdilar. Hurmatli ota-onalar, mana shu belgilarga e'tiborli bo'linglar. Hech bo'lmasa qon topshirib qo'yinglar. Chunki biz odatda bolamiz o'qishdan charchab keldi, o'ynadi, shunga charchab yotibdi deb qaramaymiz-da. O'z vaqtida. Shundan keyin ana shu bosqichlar kelib chiqadi. Demak, bolalar kasalligida menimcha ota-onalarni o'sha ahamiyatsizligi desak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha ahamiyat bermaganidan kelib chiqadi-da. Mana shu siz aytgan so'nggi belgilar. Endi yuqorida aytdingizki, mana tekshiruvlar bor, ultratovush tekshiruvi, fibroskan. Bularni hammasini bugun studiyaga olib kelgansiz. Keling, hozir ultratovushdan boshlaymiz. Ultratovush tekshiruvini roli va u yerda biz nimalarni ko'ra olamiz va nimalarni ko'ra olmagan taqdirimizda keyinchalik fibroskanga murojaat qilamiz. Marhamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir birinchi o'rinda ikkala apparat haqida gapirib o'tirsak, ikkala apparat ham zamonaviy tekshiruv usuliga kiradi. Endi UZIni nima ahamiyati bor, fibroskanda nima ahamiyati bor degan savol tug'ilishi mumkin. Bittasiga tushsam bo'lmaydimi degan. UZIda tekshirishimiz mumkin shu jigarda o'lchami, qon tomirlarining holati, ularda o'lchami, qon oqim tezliklari yoki jigardagi patologik o'zgarishlardi. Endi fibroskanda shu patologik o'zgarish natijasida hosil bo'lgan shu fibroz, ya'ni qattiqlashish darajasini kilopaskal birligida aniqlab beradi. Endi qaysi biri ahamiyatli degan savol bo'lsa, ikkalasini ham o'zini o'rni bor. Ya'ni UZIda berilgan ma'lumotni fibroskan to'ldiradi. Fibroskanda berilgan ma'lumotni shu UZI to'ldirib boradi. Ya'ni o'sha davolovchi shifokorga ikkala instrumental tekshiruvning xulosasi berilsa, ma'lumot vrachda ko'p bo'ladi. Ma'lumot ko'p bo'lgandan keyin to'g'ri tashxis, undan to'g'ri davoga sababchi bo'ladi. Aytib ketmoqchi edim. Butun chet davlatlarda mana ko'pchilik mana borib malakasini oshirib kelganda, o'sha aynan o'sha davlatlarda hech qachon bitta UZI bilan cheklanib qolmasdan, albatta birga tekshiriladi. Fibroskan bilan UZI tekshirgandagina faqat oxirida o'sha shifokor o'zini xulosasini beradi. Alohida berish bu noto'g'ri. To'g'ri, chunki men ahamiyat beraman, insonlar shifokorga kelgandan keyin tekshiruvlar, tahlillar hammasidan o'tishingiz kerak deganda, iltimos biriga tushing, ikkinchisi kerak emas, balki shuni o'zida ko'rinar, ko'rinmas degan takliflar bilan bemorlar o'zi chiqadi. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, agarda sizga shu tashxis qo'yilayotgan bo'lsa, demak ultratovushdan ham, fibroskandan ham o'tishingiz shart. Shohida opa, agar fibroskan haqida qo'shimchangiz bo'lsa, marhamat. Fibroskan to'g'risida nimani aytmoqchiman? Hozir
mana Javohir Mirzo aytganlariga qo'shilaman. Bunda UZI apparatida asosan jigar o'lchamlari, qon tomirlari va ularni razmerlari aniqlanib, undan tashqari o'tdagi qotish bor yo'lligi aniqlanadigan bo'lsa, fibroskanda fibroz darajasi, ya'ni uni qay darajada, o'zi 4 ta darajasi bo'ladi. Yengil, o'rta, sirroz oldi, 4-darajasi уже sirroz deb hisoblanadi. Fibroskanni afzalligi nimadaligini buni aytib o'tmoqchiman. Fibroskan bu birinchidan bu noinvaziv, ya'ni kasalga og'riqsiz o'tkaziladigan tekshiruv usuli hisoblanadi. Bundan tashqari fibroskanda jigardagi bo'lgan barcha o'zgarishlarni, masalan, autoimmun kasalliklar hisobiga kelib chiqqan jigar sirrozimi yoki jigardagi boshqa o'zgarishlar yoki mukovissidozligimi yoki virusli gepatitlar hisobiga kelib chiqqan o'zgarishlarmi, bundan qat'iy nazar, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, jigarda agarda qanaqadir patologik proses namoyon bo'lgan bo'lsa, hamma turlarini qaysi darajada fibroz shakllanganligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari tekshirish vaqti juda qisqa, 5-10 minutdan ortiqqa bormaydi. Keyin tekshirib bo'lish bilan tekshirish natijasi darhol olish mumkin bo'ladi va inson organizmiga umuman ziyoni yo'q. Qanday ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar bemalol ko'rishi mumkin bo'ladi. Keyin bu yog'li gepatozlarda, bunda birinchi galda fibroskanda asosan virusli gepatit B, C, D bo'lgan bemorlar, jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlar yoki shu tashxis taxmin qilinayotgan bo'lsa, bunday bemorlar ham ko'rinishi kerak bo'ladi. Undan tashqari yog'li gepatoz, alkogolli, yog'li gepatoz, alkogolsiz yog'li gepatozlarda, irsiy kasalliklarida, autoimmun kasalliklarda, jigar xolestatik kasallarda ham ko'rish mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi kategoriya yoki ikkinchi navbatdagi kasallarni yana kimlar ko'rish kerak desak, bu masalan qandli diabetda ham modda o'zgarishini hisobiga jigarda sirroz shakllanadi va jigarda ma'lum miqdorda avvalda sekin-sekin o'zgarish bo'lsa, keyinchalik jigar sirroziga aylanishi mumkin. Shu sababli qandli diabetli kasallarni ko'rish kerak bo'ladi. Yurak qon tomirlarida o'zgarishi bo'lgan bemorlarni ko'rish kerak bo'ladi. Hamda qonda bilirubin miqdori oshib ketgan yoki trombositlardan leykositlarning miqdori kamayib ketgan bemorlarni ham albatta fibroskan apparatida ko'rish kerak bo'ladi. Hozir mana aytib o'tganlaridek, bu bir-birini to'ldiradi. Ko'pincha kasallikka endi so'rashadi. Mana fibroskandan o'tdim, balkim o'ziga kirmasam ham bo'ladimi deyishadi. Lekin har bitta meditsinada, tibbiyotda har bitta tekshirish usulining o'zini o'rni va ahamiyati bor. O'ylaymanki, hozir teletomoshabinlar buni tushunishdi, farqlashdi va keyingi safar klinikaga murojaat qilganlarida bunday savol tug'ilmaydi. Doctors klinikamiz bu ko'p tarmoqli klinikalardan biri bo'lib, bizning klinikamizda 4 ta fan doktorlari, kandidatlar va oliy toifali shifokorlar xizmat qiladi. Tibbiyot muassasamizda urolog, ginekolog, pediatr, gastroenterolog, kardiolog, nefropatolog mutaxassislari faoliyat ko'rsatadi. Aynan bizning muassasada fibroskanni tibbiyot fanlar doktorlari o'zlari xulosasini chiqarib berishadi. Hozirgi kunda Family Doctors klinikamizda nafaqat ambulator poliklinika uslubida davolanish, balki yotib davolanish, ya'ni statsionar davolanish ham mavjud. Avvalambor o'zingizni sog'lig'ingizga e'tibor bo'ling. Xasta bo'lmang ko'rsatuvi O'zbekiston telekanalida davom etadi. Muhayyo Bayevni biz deyarli to'liq informatsiyaga ega bo'ldik sirroz haqida. Keling endi davolashga ham o'tsak. Davolash yo'llari qanday? Sirrozni davolash uchun oldida albatta o'tib o'tish kerak. Uni etiologiyasi juda bog'liq. Etiologiyasi deganda, ya'ni uni chiqish sabablari. Agarda u virusli bo'lsa, umuman bizani davo choralarimiz boshqa yo'nalishda ketadi. Agarda u virussiz, ya'ni alkogolli
yo bo'lmasa irsiy yo bo'lmasa haligi toksik bo'lsa, unda u boshqacha yo'nalish bilan ketadi. O'shaning uchun bizni vazifamiz uni qaysi sababini bilib olib, sababidan chiqqan holda uni davo choralarini belgilashimiz kerak. Hammasi konservativ davomi? Mana qarang, Nigoraxon, bitta narsada agarda birinchi, ikkinchi darajasi bo'lsa, biza uni qaytarishga konservativ harakat qilinadi. Ayniqsa alkogolli bo'lganda va toksik bo'lganda, gepatit C bo'lganda, ular umuman qaytish ehtimoli juda ham katta. Lekin D qo'shilganda juda ham biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. B bilan D degani, ya'ni ikkita virus. Organizmda ikkita dushman butun jigaringni parchalab yotibdi. Bu osonlik bilan tezgina davolanadigan narsa emas. Bular umr davomida virusga qarshi davolanib turish kerak. O'sha dorini ichib turish kerak. Ayrim holatda agar o'z vaqtida dorisini olmasa, ichmasa, u ikkinchi bosqichdan uchinchi bosqichga o'tadi. Uchinchi bosqich degani bu butun organizmni poli-organni yetishmovchiligi, ya'ni bu boshqa organlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Bunda esa ayrim holatlarda biz bilamiz, transplantatsiyani ham kech bo'ldi deyish mumkin. Demak, ko'p narsa nafaqat shifokorga, balki o'sha bemorning o'ziga ham bog'liq. Qachonki uni vaqtli, e'tiborli bo'lib, vaqtli murojaat qilsa, uni qaytarish oson bo'ladi. Qaytarish tezroq bo'ladi. Tashakkur. Endi muxlislardan kelgan savollarga o'tamiz. Yoshim 37 da, ertalab ko'zimni tagi ishib, qorayib qoladi. Bu holat jigarda kasallik borligidanmi? Buni endi shu qorayib qolishlari ko'zlarini, jigarni ham tekshirish kerak. Bu ham bog'liq, lekin bundan tashqari ularda buyrakni ham tekshirib o'tish kerak, albatta. Yoshim 50 da, qo'shimchangiz bormi? Agar qilsam, yurak qon tomir sistemasida ham bu o'zgarishlar bo'lsa, ko'z ostidagi qorayishlar kuchayishi mumkin. Qo'shimcha sifatida. Demak, shifokorga murojaat qilsalar, to'liq tashxisga ega bo'ladi. Nafaqat jigar, buni qo'shimcha albatta o'sha yurak, qon tomirlari va buyrak ham bo'lishi mumkin. Tushunarli. Yoshim 50 da, o'zi natijasida sirroz pecheni, splenomegalia deb yozilgan. Bu kasallikning qaysi darajasi? Ovqat yeganda o'ng tarafda og'riq bor. Mana qarang. Splenomegalia degani qora taloqni kattalashgani degani. Qora taloqni o'sha kattalashdimi? Albatta, bu yerda sirrozi ko'proq, agarda ular o'sha yana boshqa klinikalarni hozir aytsalar, ko'proq o'sha ikkinchi darajasiga to'g'ri keladi. Yoshim 48 da, o'tgan yili analiz topshirganimda gepatit C aniqlandi. Javobi 1,7 chiqdi. Bu qanday ko'rsatkich? Sirroz xavfi bormi? Mana qarang, bitta narsa. Ko'pchilik adashishadi. Gepatit C ni davolaymiz-da, u PCR-da, ya'ni bu kачественный analiz deyiladi PCR-da, sifatli. U manfiy chiqsa bo'ldi. Agar o'z vaqtida gepatit C ni yaxshilab davosini olgan bo'lsa, mana biz O'zbekistonda 14-yil gepatit C ni dorisi kelgan va shu yilgacha mana qarang 10 yil bo'libdi. O'sha kasallarimiz mutlaqo tuzalib ketgan. U chiqmaydi. Lekin IFA analizida, ya'ni immunniy ferment analiz, bu boshqa analiz. Bu unga qarshi, virusga qarshi antitanachalar. U umr davomida musbat chiqish ehtimoli bor. O'shuning uchun yanishmasdan ko'pchilik qo'rqib keladi. Men davoladim, yana chiqdi deb. U yo'q, chiqmagan. U antitanacha. Biz mana emlanamiz. Nima uchun emlanamiz? Antitanacha ishlab chiqarish uchun. U teskari o'sha kasallikka qarshi sizda himoya, antitanachalar ishlab chiqarilgan. Demak, hozir mana shu savolni yo'llagan muxlisimiz klinikaga murojaat qilsalar, siz tahlillarni topshirib, yana boshqatdan ularga hammasini tushuntirib berishingiz mumkin. Hattoki o'sha fibroskan va ultratovushdan o'tgandan keyin to'g'ri tashxis qo'yiladi. Bolachamizda fibroskan bo'yicha nima yangilik bor? Zokirjon,
6 yoshda. O'zi mana katta yoshdagi insonlar bilan yosh bolalardagi qotish darajasini o'zi har xil bo'ladi. Masalan, shunga qarab, keyin har bitta apparatini o'zini kuchiga qarab o'sha nimasi qotish darajasini belgilaydigan intervallar ko'rsatiladi. Bu bolada 6 yoshda o'zi hozir normada 3,5-4 kilopaskal bo'lish kerak. Hozir biz tekshirishimiz bo'yicha 4,8 chiqdi. Bu degani Zokirjonda ozgina jigarda qotish bor. Qotish yengil darajada, bu ko'proq yog'li gepatozi hisobiga. Chunki bolani oldin kelganida bunga nisbatan qotish yuqori edi. 3 oy burun kelganda 8 ko'rsatuvdi va fermentlari ham yuqori edi. Hozir jigari unga nisbatan ancha qisqargan va qotish darajasi ham kamaygan. Kelganda 3 oy burun 8 bo'lgan bo'lsa, hozir endi 4,8 tashkil qilyapti. Jigaridagi yog' botishi, o'zgarish bor. Yaxshi tomonga o'zgarish bor. Bolani o'zi ham ancha shikoyatlari kamaygan, kelganda boshi og'rib, qornida og'riq bo'lib, holsizlanib, ko'pincha yotib, mazasi bo'lmay shunaqa kelgan edi, murojaat etgan edi. Hozir mana tanaffus vaqtida endokrinolog mutaxassis bilan ham suhbatlashdim. Demak, siz ham bu bola bilan ish yurityapsiz. Siz tomondan qanday kamchiliklar bor edi? O'sha yuqorida ta'kidlangandek, bu bola bizga bujonisi bilan murojaat qildilar. Mani ko'ruvimga ularning shikoyatlari bo'yicha, aytishlari bo'yicha, demak, bolada o'sha bosh og'riq, xotira pastligi, ishtahani ochilib ketishi, qorin sohasida dam bo'lish, qorin sohasida og'riqlar ozgina, bel va oyoq sohasida shishlar va og'riqlar kuzatilgan. Qo'l oyoqda terlashlar va qabul qilish, diqqat e'tibori ozgina susaygan. Qanday tashxis qo'yildi? Bunda bir necha tekshiruvlar o'tkazildi, ya'ni instrumental va laborator tekshiruvlar o'tkazildi. Albatta, endokrinologik jihatdan bu bolanda gormonlar tekshirildi, ya'ni qalqonsimon bez faoliyatini qandayligi aniqlandi va insulin tekshirildi. Ya'ni aynan shu bolada semizlikka olib keluvchi gormonlar tekshirilganda qalqonsimon bez faoliyati albatta sal susaygan, ozgina susaygan. Chunki bu bez bilamizki moddalar almashinuvida ishtirok etadi va yog' almashinuviga bevosita ta'siri bor. Bu bolada mana shu gormon faoliyati susaygan. Insulin nimasi esa, fermentativ gormoni esa bu bolada balandroq. Ya'ni qalqonsimon bez faoliyati susayganligi tufayli insulinga bevosita ta'sir ko'rsatib, uni oshirib yuborgan. Natijada xolesterin almashinuvi buzilgan bolada. Va shirinlikka o'ch bo'lgan. Buni natijasida bolada demak semirish belgilari, ya'ni teri osti yog' qavatida notekis yog'ni tarqalishi va asosiy belgilardan biri jigarda, ya'ni Javohir Mirzo shifokorimiz ultratovush apparatida tekshirganlarda bularni jigarlarida 2-daraja, 2-3 hatto daraja nima qo'yilgan. Jigarni yog' bosishi nimasi tashxisi qo'yilgan. Fibroskan apparatida tekshirilganda esa o'sha fibroz darajasini 1-2 darajasi, ya'ni nimasiz alkogolsiz steatogepatoz bolalarda uchraydigan yog'li gepatoz. Demak, hozir davolash ishlari olib borilyapti va sekin astalik bilan o'sha gepatozni nima deydi, darajasi tushib boryapti. Hozir shuni kuzatdik. Bu juda ham yaxshi bir xabarlardan biri. Aslini olganda vaqtimiz juda ham kam qolyapti. Muhayyo Obayevna, agar ruxsat bersangiz savol beraman. Yoshim 71da, yurak qon tomir kasalliklariga doimiy dorilar ichib yuraman, qon bosimimga ham dori ichaman. Bularni jigarga xavfi bormi? Siydik analiz topshirganda doim shamollash chiqadi. Endi biz ta'kidlab o'tdik, dorini doimiy ichib turganda qanaqadir ozgina miqdorda ham ta'siri bo'ladi. Lekin o'z vaqtida o'shani agarda virus bo'lmasa, tiklantiruvchi, ya'ni gepatoprotektorlar olib ichib tursalar, bir yilda bo'lmasa 2 martami dispanser ko'ruvdan o'tib, fibroskandan o'tib, uni tiklash mumkin. Jigar organizmda bitta organ o'zini o'zi tiklay oladigan, ya'ni regeneratsiya bo'ladi. Boshqa birorta bitta organizmda boshqa organ o'zini tiklamaydi. Faqat jigar o'zini tiklay oladi. Azizlar, O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetib bormoqda, lekin Muhayyo Ubayevnada juda ham yaxshi yangilik bor ekan. Marhamat. Hurmatli teletomoshabinlar, 21 noyabrda
ertalab soat 8 dan 14:00 gacha bizlarning shifokorlar bepul xizmat ko'rsatadi. Urolog, ginekolog, gastroenterolog, gepatolog va endokrinolog xizmatlariga bemalol kelishingiz mumkin. O'zinglarni bepul maslahatdan foydalanishingizni maslahat beraman. Aslini olganda vaqtingiz juda ham qimmatliligini yaxshi bilaman. Chunki har bir shifokor o'sha nechidir ham daqiqa ichida qaysidir insonni hayotini saqlab qolishi mumkin. Ana shu vaqtdan ozginasini bugun bizga bag'ishlaganingizdan minnatdormiz. O'ylaymanki, teletomoshabinlar yo'llagan o'zlarining barcha savollariga javob oldilar. Agarda savollaringiz bo'lsa, Telegram chatimizga yozing, shifokorlar javob berishadi, lekin aslini olganda klinikaga borganingiz ma'qul. Chunki to'g'ri tashxisga ega bo'lish uchun tekshiruvlardan o'tmoq lozim. Xasta bo'lmang ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.